Ushbu videoda bizning jamiyatda mentalitetimizdagi erkaklar nimaga xiyonat qiladi, xiyonatning nechta turi bor va ularga yechimi haqida ham gaplashamiz. Video oxirida yechimi bo'ladi. Pulga sotib olishingiz mumkin bo'lgan bilimlarni mana shu videoda men sizga bepul beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Bizni jamiyatda o'zbek mentalitetida erkaklar 80-90% erkak o'z ayoliga xiyonat qiladi. Nega bunaqa bo'ladi? Xiyonatning birinchi turi. Bu jismoniy xiyonat, ya'ni o'zini ayoli bilan munosabati yaxshi bo'lishi mumkin. O'zini ayolini hattoki sevishi mumkin. Ammo yaqinlikdan qonmaganligi uchun yoki bo'lmasa yangicha fantaziya, emotsiyalarini amalga oshirishi uchun bu o'sha emotsiyani, bu o'sha fantaziyalarini tashqaridan, ko'chadan qidiradi. Ya'ni boshqacha qilib aytganiga, puliga ana shu huzurni, ana shu fantaziyalarini amalga oshiradi. Oddiy misol. Do'stlari bilan dachaga bordi, u yerga qizni chaqirishdi va uni orasida turmush o'rtog'ingiz sizni sevsa ham, u qiz bilan fantaziyasini amalga oshirib, o'sha nima deydi, ehtirosini qondirishi mumkin va kelib turib sizni quchoqlab bemalol yotishi mumkin yoki fohisha misoli. Fohishaga pul beradi, fohisha unga o'zingiz bilasiz nima berishini va ikkalasi ham xursand. Ya'ni erkak kishi jismoniy xiyonatda konkretna faqatgina o'sha o'zini huzurini chiqarish, miyasidagi fantaziyasini amalga oshirish uchun pul to'laydi va ana shuning uchun xiyonat qiladi. Ya'ni u yerda bir martalik bo'lishi mumkin, ana keyin hasta la vista baby deb hayotini davom qildirib, yana borib ayolini quchoqlab yotaveradi. Bu jismoniy xiyonat deyiladi. Ikkinchisi, bu psixologik, emotsional, agarda erkak kishini o'ziga bo'lgan bahosi past bo'lsa. Ya'ni bitta misol aytaman. Bolaligimda bitta tanishim bo'lardi, qo'shnimiz, va u bolalikdan juda ham nima desa bo'ladi, qashshoq desa bo'lmaydi-yu, kam ta'minlangan edi. Har doim maktabga borganda hamma mashinada borsa, u piyoda boradi va atrofdagilarni, o'sha boy oilani unga bo'lgan munosabati ham, hattoki qarindosh urug'ini munosabati ham yaxshi emas edi, unga ham, ota-onasiga ham. Bola yaxshi o'qirdi. Bolaligida qanaqadir travma qolib ketgan, что men katta bo'lganimda hali sizlarga ko'rsatib qo'yaman degan ma'noda va katta bo'lib, aynan mana shu motivatsiyasi uni ishlab, mana shu motivatsiyasi evaziga u cho'qqilarni zabt qilishni boshladi. Ammo bitta travma unda qolib ketgan edi. Ya'ni bolalikdagi o'ziga bo'lgan ishonchi pastligi, niskaya samootsyenka, ya'ni o'sha boshqa bolalardan, boshqa to'q o'sgan yoki bo'lmasa o'sha qanoti qayrilmagan mana shunaqa bolalardan o'zini nojo'ya, qanaqadir egnini siqqan his qilganligi uchun ham, uni o'ziga bo'lgan bahosi past bo'lganligi uchun katta bo'lib qo'liga pul kelganidan keyin atrofga nafaqat men boy bo'lishim mumkin deya ko'rsata boshladi, hattoki qizlarga ham ko'rdinglarmi, men ham erkakman, men ham ana endi sizlarga ko'rsatib qo'yaman deya yoppasiga xiyonatga berilib ketdi. Ya'ni ong ostida o'ziga isbotlash uchun, что men ham erkakman, men ham munosib insonman, meni ham sizlardan kam joyim yo'q degan ma'noda. Erkak kishini o'ziga bo'lgan bolalikdan keladi bu aslida samootsyenka, bahosi past bo'lsa, qo'liga pul tushdi deguncha u o'zini halol jufti oilasiga emas, tashqaridan ikkinchi, uchinchi xotin yoki bo'lmasa o'ynash topishga harakat qiladi. Bizda aksariyat erkaklar afsuski mana shunaqa. Bu ikkinchisi. Xiyonatning uchinchi turi, juda keng tarqalgan turi. Ayolidan ola olmagan emotsiyasini u tashqaridan boshqa bir ayoldan oladi. Ya'ni agarda ayoli o'zini
shaxsi olamidan, o'zligidan kechib turib, agarda u bo'lsa, to'ydan oldin bo'lgan bo'lsa, deylik, to'ydan oldin uni o'zini muhti bo'lgan, krug общенияsi, to'ydan oldin o'zini maqsadlari bo'lgan, Koreyaga o'qishga topshiraman, tam gul do'koni ochaman yoki bo'lmasa tam o'qituvchi bo'laman, shaxsiy o'zimni bog'chamni ochaman va hokazo deb. Ammo oliy maqsad uchun bizda qizlarning miyasiga oliy maqsad qilib faqat turmushni tiqishadi, afsuski. Ana shu oliy maqsadni amalga oshirish uchun butun o'zligidan, olamidan va orzu maqsadlaridan kechgan ayol. Ya'ni bunaqa ayollar odatda uy bekasi va uni bolalar, idish-tovoq, erdan boshqa hech qanaqa maqsadi, ma'nosi yo'q hayotda va o'zligini, o'z qalbini va unga berilgan ichidan potensialini afsuski o'sha oilali man degan va erliman degan galochka uchun almashtirgan ayollar. Ular ajoyib ayollar, bular yomon ayol emas, yomon insonni o'zi bo'lmaydi, ammo mana shu mentalitetga qarash bilan yashaydigan ayollar. Boshida erkak uchun bu juda qulay, juda ajoyib ayol bo'ladi. Boshida erkak unga gul olib keladi, boshqa munosabati yaxshi bo'ladi. Borib esa bu ayol unga emotsiya bermay qo'yadi erkakka, chunki erkak bu ayolni aslida ong ostida o'ziga mos ko'rmay boshlaydi. Chunki polnustyu qaram bo'lgan ayolni go'yoki yosh boladek ko'ra boshlaydi. Qayerdadir kamsitadi, qayerdadir yerga uradi. Va ana shu o'ziga mos ko'rmay boshlagan ayolni u uyiga jo'natmaydi, ajrashmaydi-da, chunki uni o'rnini to'ldirish uchun boshqa joydan yana bitta boshqa birovlarni topib oladi. Ya'ni ana shunda mana 2 ta, 3 ta, 4 ta ayol bo'lsa yoki o'ynashlari bo'lsa, ana shunda go'yoki unga endi mos bo'lgandek tuyuladi, chunki o'sha erkak endi bu o'zligidan kechgan ayolni o'ziga mos ko'rmay boshlaydi. Поверьте мне, bilaman sizga bu yoqimsiz eshitiladi, lekin haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi. Mendan aytish, tarsakini men tushiray, butun umr hayot sizga tarsaki tushirib yurgandan ko'ra. Mana shu eng asosiy 3 ta turi xiyonatning. Bizning mana shu mentalitetdagi erkaklarning xiyonati. Xo'sh, nima qilish kerak u taraf degan sizda savol tug'iladi. Birinchidan, o'zingizni ayblamang. Agarda kimdir sizga o'zing aybdorsan va san mehr bermagansan, san tam unaqa qilmagansan deydigan bo'lsa, bu odam erkak psixologiyasini umuman tushunmaydi. Siz aybdor emassiz, lekin bularning orasida sizni hissangiz bor yoki kichkina mas'uliyatingiz bor joylari ham bor. Bularni hozir aytaman va albatta yechimini ham aytaman. Birinchi navbatda, agarda siz deylik uy bekasi bo'lsangiz yoki o'sha erkak kishi yoppasiga emotsiyasini sizdan ola olmagani uchun boshqa ayol bilan o'ralashib qolgan bo'lsa, u bilan o'sha don olishi bu oylar, yillar bo'lishi mumkin. Sizni qiynab keyin uni nikoh o'qitaman va hokazo deb olishi mumkin. Jismoniy xiyonatdan buni farqi, bu yerda qalblar tutashadi u bilan. Chunki sizdan qalb uzoqlashadi, u bilan tutashadi va unga unga uy olib beraman, boshqa olib beraman, uni ikkinchi qilaman va hattoki sizni ikkinchi, uni birinchi ham qilib qo'yishi mumkin. Uni chidasang shu deb siz qaram bo'lganingiz uchun. Xullas, nima bo'lganda ham u yerda qalblar уже tutashadi va ni в коем случае agarda kimdir sizga bunaqa vaziyatda mehr ber, atrofida girdi kapalak bo'l, sandan ola olmayapti qanaqadir emotsiyani deyotgan bo'lsa, это неправильно, bunaqa qilish kerak emas. Xiyonat bu jinoyat. Oilaga qilingan xiyonat bu vatanga qilingan jinoyatdek, xiyonatdek gap. Va jinoyatchiga siz jazo emas, yana rag'bat va sovg'a berayotgan bo'lasiz agar uni atrofida girdi kapalak bo'lishni boshlasangiz, ya'ni mehr berib, to'shakda boshqacha bo'lib, boshqa sababi bunda emas. Hozir sizga birin-ketin yechimlarni aytaman. Qarang. Erkak kishi sizga qasam ichishi mumkin. Ya'ni Qur'onni ushlayman, onamni tam etagini ushlab qasam ichaman, bolalarimni qo'yib, erkak kishini birinchi navbatda qasamiga ishonmang. U qasamga shunaqa qaraydiki, hozirgi vaziyatdan chiqsa bo'ldi. Keyin qasami uchun jazo tayinlanganmi unga, u keyin ey Xudo meni kechir deb, xullas qasamini keyin unutib yuboradi. Ya'ni
qasamdan-da ko'ra o'sha situatsiyadan chiqib ketish muhim. Shuning uchun agar erkak sizga tam venasini kesib qasam ichgan bo'lsa ham bu cho'pchaklarga ishonmang. Erkak psixologiyasi muqarrar jazoni tan oladi. Ya'ni agarda uni peshonasiga to'pponcha tiralib tursa, agar yana xiyonat qilsang, seni snayper mana shu joyingda turadi, otib tashlaymiz desa, u xiyonat qilmaydi qo'rqqanidan. Ya'ni o'zini zaifligini va o'zini o'sha bitta joyini huzuridan tarozida o'limi ustun keladi, ya'ni yashashni xohlaydi-ku. Tasavvur qiling, mana ilgari narkotika juda ko'p bo'lgan, o'sha narkomanlar, boshqalar qanaqa qilib yo'qotishdi, ularni jazolashdi, birin-ketin sotadiganni ham, boshqani ham qirib tashlashdi. Qo'rqqanidan keyin ular yoki alkogolga o'tdi, yoki bo'lmasa o'zini tiya olgan tiydi, ana shunaqa qilib ularni zaifligidan ayirishdi. Tushunyapsizmi? Ya'ni erkak kishi shunaqa mavjudotki, u muqarrar jazo bo'lsa, bitta joyini qisadi. Agarda jazo muqarrar bo'lmasa, masalan, keyingi dunyoda javob berasan yoki xudodan qo'rq, vijdoning qani, bu narsalar uni yo'ldan qaytara olmaydi. Ishoning menga. Chunki erkak psixologiyasi shunaqaki, yana bir bor aytaman, qachondir unga beriladigan jazoni uni aybini yuvaman, savob qilaman, boshqa kechirim so'rayman deydi, mana shu huzurni o'ylaydi. Agar sudya ustida tursa, hozir qamalasan, mana xiyonat qilsang yoki chaksang yoki boshqa qilsang desa, buni qilmaydi qo'rqqandan, chunki jazo muqarrar. Nega bu gapni aytyapman? Xiyonat qiladigan erkaklarda tarozi bo'ladi. Mana bu tarozida o'sha suyug'oyoq yoki o'sha uni boshini aylantirgan, bu tarozida esa ayoli va halol jufti va farzandlari. Mana shu tarozida agarda mana bu ayoli chidaydigan yoki bo'lmasa xiyonat qilganidan keyin iPhone'ga, gulga sotiladigan yoki majburlikdan ota-onasi unga bor qizim biz chidaganmiz, katta xolang chidagan, soporgul ammang chidagan, bor deydigan bo'lsa va bu ayol qaram bo'lsa, polностью erkakka chidashga moyil bo'lsa, erkak tabiiyki biladi, что mana bu huzuri yutib chiqadi. Chunki birinchidan bilmaydi deb o'ylaydi o'sha kirdikorlarini, ikkinchidan ushlab olgan taqdirda ham buni men sotib olaman. Ya'ni qayerga ham borardi. Birinchidan moliyaviy qaram, ikkinchidan ota-onasining uyiga ham sig'maydi, 3-4 bolasi bilan kimga ham kerak deydida. Afsuski o'zini hurmat qilmaydigan, o'zini qadrlamaydigan, majbur qaram bo'lgan ayolga dalshi xiyonat qilib yuraveradi. Qasam ichadi, boshqa qiladi, venasini kesadi, baribir xiyonat qilib yuraveradi. Chunki erkak logikasi, psixologiyasi, yana bir bor aytaman, u muqarrar jazodan qo'rqadi. Ya'ni agarda bu ayolni o'ziga bo'lgan hurmati juda kuchli bo'lsa, ya'ni o'zini qalbini, og'riqini va butun umr bu xiyonatni yukini ko'tarib yurmayman, har doim xiyonat qilsa-da davomiy deb turib, bu siz ham amallab yashay olaman va bu siz ham men ko'chada qolib ketmayman deydigan, o'zini hurmat qilgan o'sha kelinlar qo'zg'olonidagi Nigoradek ayol bo'ladigan bo'lsa va men bilan bunaqasi ketmaydi. Yana bir marta shu ishni qilsang, все, tamom. Realna tamom deydigan sterjilli ayol bo'lsa, bu erkak boyagi narkomanlar kabi o'zini zaifligidan ketishga majbur bo'ladi. Ha, ko'zi bilan istaydi, ichidan istaydi, xayolida istaydi, lekin qila olmaydi, chunki sudya unga jazoni konkretni belgilab qo'ygan va javob beryapti gapiga ham. Javob bera oladi ham. Erkak buni sezsa, ishoning, bu tarozi ancha og'ir chiqadi. Ya'ni ayol, farzandlar kelajagida qariganida oyog'ini o'qalaydigan inson bo'ladi, atrofida farzandlari bo'ladi, bu tarozi og'ir chiqadi. Chidaydigan ayol bo'lsa, mana bu tarozi og'ir chiqadi. Tushunyapsizmi? Mana qanaqa ishlaydi erkak miyasi va psixologiyasi. Endi bu holat takror bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda to'shak masalasini, ana shu sizdagi miyangizdagi chegaralarni buzishga harakat qiling. Er bilan xotinning orasidagi to'shakda aslida siz o'ylagandek chegaralar juda ko'p bo'lmasligi kerak. Balki
seksologga borsangiz yoki o'sha yaqinlik haqida o'qishni o'rganishni boshlansangiz, dunyoqarashingiz oshishni boshlasa, bunga qarashlaringiz ham yengilroq bo'ladi. Ya'ni radikal, что все tamom, bilan bunaqa mumkin emas degan qarashlar emas, sizga foydali, oilangizni mustahkam qiladigan bo'ladi bu narsa. Naborot, kengroq qarang, что erkakni fantaziyasini siz bilan amalga oshirishiga yordam bering. Buning uchun siz bunga tayyor bo'lishingiz kerak. Ikkinchisi, boya aytganimdek, ikkinchisi asosiy yechimlaridan biri o'zini qadrini va o'zini qalbini birinchi o'rin qo'ygan ayolga xiyonat qilishdan qo'rqishadi. Chunki erkak kishi sizni yo'qotishdan qo'rqsa, u sizni orqali farzandlarini ham yo'qotadi, statusini yo'qotadi oilaviy. Va o'ylamang, erkak kishi boshidan hayotini uylanib yana qurish unga mazza emas, u buni xohlamaydi. Agarda siz men bilan bunaqasi ketmaydi deya va bunga javob bera oladigan va o'sha erkaksiz ham baxtli bo'lishingizni isbotlay oladigan ayol bo'lsangiz, chidamaydigan, ana shunda erkak o'zini zaifligidan kechadi. Aytishingiz mumkin, kechmasa demak nimaga kerak sizga o'zi bu +1 rебенок. Kechmasa demak unga oila kerak emas. Unga o'sha huzuri bo'yicha yuraversin. U hali ulg'aymagan, hech qachon ulg'aymaydi ham. Va oxirgisi duxovniy tarafdan, ya'ni ilohiy tarafdan bitta sirini va yechimini sizga aytaman. Erkak agarda emotsional sizdan qalban uzilayotgan bo'lsa, demak va o'sha emotsional uzilib boshqa birovga bog'lanib sizga og'riq berayotgan bo'lsa, demak o'sha erkak uchun, juftingiz uchun siz ham afsuski o'zingizning qalbingizga xiyonat qilyapsiz degani. Chunki qarshingizdagi inson aslida sizni qalbingizni aksi va u sizga har doim ko'zgu bo'lib ishlaydi. Ya'ni o'zingga xiyonat degan nima degani? Mana shu oila va uchun o'zgarish, oila uchun o'zingizga yoqmaydigan bo'lsa ham, masalan, yoki uyda o'tirish yoki ko'chaga chiqmaslikka rozi bo'lish, umuman shaxsiy olamingiz bo'lmaslik, ma'no bo'lmaslik, o'zingiz shaxs sifatida uje faqatgina uyda maqsadlaringiz farzandlar, boshqa erni kutish, uni telefonini poylash bo'lib qoladigan bo'lsa, ichingizdagi potensial bor sizni ham rassom, muzikant, florist, bilmadim, balkim psixolog, bloger va hokazo. Jamiyatga foydali bo'lishi ham kerak ayol kishi uydan tashqari. Plus oilani boqish uchun emas, o'zin mazza qilish uchun, energiyaga to'la bo'lish uchun. Erkak uchun o'zligingizdan kechgan bo'lsangiz, sizni yaratgan ilohiyot tarafdan mana shunaqa qilib ko'zingizni ochishadi, qalbingizni og'ritib. Chunki buni tagida duxovniy tarafdan sizga hikmat aytilyapti. Ya'ni bu qalbingga xiyonat qilishni bas qil. O'zgalar uchun, boshqalar uchun o'z qalbingni asli kabi bo'lishni bas qil va shaxsingdan, olamingdan, o'zligingdan dalshi kechadigan bo'lsang, kim uchundir, yoki mana shu oila uchun, yoki o'sha erkakni o'zingizga hamkor emas, xo'jayin qilib olib dalshi butun hayotingizni qanday yashashni uni qo'liga topshirib qo'yadigan bo'lsang, ishon, senga erkaging mana shunaqa xiyonat qiladi va qalbingga ozor beradi deyiladi. Bu duxovniy tarafi. Ishoning, o'z qalbiga xiyonat qilgan barcha ayollarga обязательно xiyonat qilishadi va bu hol takror, ya'ni o'sha ayol toki umrini oxirigacha shunaqa yashaydigan bo'lsa, hech narsani o'zgartirmay, unga umrini oxirigacha shunaqa xiyonat qilib yuraverishadi. Chunki bu hayotda ayolni tug'ishdan va uy ro'zg'or, xizmatdan boshqa hayotga, jamiyatni yaxshilash uchun ichiga potensial, missiya, talant berilgan. Tushunyapsizmi? Siz aybdor emassiz, ammo mana shu joyda sizni mas'uliyatingiz bor va faqatgina bu og'riqlar sizni o'sishingiz, sizni rivojlanishingiz, haqiqiy qalbingiz potensialini ochishingiz uchun berilgan. Shuning uchun xiyonatda ham mana shu joyda hikmat bor. Diqqat va e'tiboringiz uchun rahmat deyman. Oxirigacha o'tirganingiz, bilim izlayotganingiz uchun sizlardan minnatdorman. Utarov profiliga obuna bo'ling va bu menga yana motivatsiya beradi ijod qilishimga va menga
yoqimli bo'ladi va kanalim rivojlansa, men yanada ko'p ijod qilib sizlarga manfaatli roliklar, videolar bilan ulashaveraman. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Sizlarga qalb xotirjamligini va bir juft bilan abadiy baxtli bo'lishni tilayman.